220 ga ishlaydigan domperimiz originali, 202 kilovattligi, sifatlari juda ham mustahkam, 3 ta qovurg'ali. Motorlari mana ko'rganingizdek oddiy motor emas, original bunaqa motor, oddiy qora motor emas. Sifati juda ham zo'r. 2 ta rimelli. Mana bu joylari utublet qilingan, sifati mustahkam qilingan. Oddiy emas mana bu joylari mana. Oddiy bir xillarniki juda oddiy bo'ladi. Bu originali. Sifatlari juda ham mustahkam qilingan. 1 soatda 20-25 litrgacha smesni muzqaymoq qilib beradigan, soatiga 2 kilovat tok tortadigan ekonomishniy varianti. O'zi bu 208 tortadi, lekin ekonomishniy 2 qilingani. Sifati juda ham zo'r bo'lgani, domperi. Bu quyish usulasi mana bu joydan masalan qorasi chiqsa, mana bu joydan oqib chiqadi, o'rtadan 2 xil rang chiqarib beradi. Avto funksiyasi bor, bosib qo'yasiz. Solganingizdan keyin frezerda mana bu joyi boshlab birinchi solganingizda 8 daqiqada tayyor bo'ladi. Keyingilari o'zi qomavergandan keyin tez, ya'ni 2-3 daqiqaga qolmasdan tayyor bo'lib qo'yib berishga tayyor bo'laveradi. Ya'ni odam yaxshi joylarga ham qo'ysa bo'ladi, bemalol ulgurib bera oladi, sifati javob beradi. Garantiya kafolatlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab siz bilan kelishilgan holatda dastlabki xizmatimiz ham bor.